Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi obyektimiz Rishton tumanida. Xonadon uchun 20 kilovatli 10 grid tizimda quyosh elektr stansiyasini ishga qo'yib berish uchun keldik. Tomimiz karkaslar bo'lyapti. Qolgani bu tomga joylashtiriladi. Svarchiklarimiz bilan parallel ravishda elektrika qismlarini ham qilib boryapmiz. Hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. Xonadon uchun mana ko'rib turganlaringdek bir fazali bo'lgan. Biz 20 kilovatli quyosh elektr stansiyamizni, invertorlarimizni o'rnatyapmiz. Mana bunaqa qilib tartiblanadi hozir. 3 fazali elektr hisoblagichlarni qo'yib, xonadonni 3 fazali tarmoqqa o'zgartiryapmiz. Hozir sizlarga invertorlarimizni joylashuvlarini ko'rsatib o'taman. Invertorlarimizni o'rnatib oldik. Deya invertorimiz, quyosh panellarimiz mana bu yerda turibdi. Panellarimiz Jinko 620 vatli originalidan, yaxshilaridan panelda. Hop, montajlarimiz bo'lyapti bu yerda. Invertorimizni o'rnatdik. Hop, zashtalari обязательно miskabel bu yerda foydalanilgan. Endi xudo xolasa panellarni o'rnatib olsak, u holatiga tayyor qilib qo'ydik. PV kabellarimizni olib tushib, zashtalari bilan bog'lab, invertorimizni ishga qo'yamiz. Ishlarimiz mana shunaqa davom etyapti. Ishlarimizni yakuniga yetkazdirdik. Panellarimiz joylashuvi mana bir-biriga soya bermaydigan holatda 4 metrdan oshiq qilib qilingan oralari. Panellarimiz Jinko 620 vatli quvvati, umumiy 20 kilovatli quyosh elektr stansiyamiz xonadon uchun topshirildi. Pastda hozir invertorlarda ham ishlashini ko'rsatib o'taman. Hop, invertorimiz ishlab turibdi mana. Ko'rib turganlaringdek, umuman quyosh yo'q holatda ham 4 kilovat, 4,5 kilovat, 4 kilovat 600 vat. Hop, 4 kilovatdan oshiq ishlayapti quyosh elektr stansiyamiz. Tashqarida quyosh yo'q, bulutli ob-havo. Iminna bulut emas, quyosh to'sib turibdi mana. Zashtalari qilingan. Pernapряжение uzib, o'zini постоянка tok avtomatlari, permenka tok avtomatlari. И обязательно zazimlenish ishlari bizda amalga oshiriladi. Ishlarimizni mana shunaqa sifatli qilib xonadon egalariga topshiryapmiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Ko'rib turgan telefon raqamlaring bilan bog'laninglar. Biz sizlarga mana shunaqa sifatli chiroyli ishlarni amalga oshirib beramiz.